Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammanglarningki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'luq Hamish, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men navbatda ota-onamni Xitoyninki qorong'u zindondan o'rlik chiqarish uchun Shvetsiyadagi poytaxti Stokgolmga parlament binosining oldida yolg'iz kishi namoyish qilyapman. Bugun 2021-yil 8-oyning 28 kuni shanba. O tarafda bugun Xitoy Falun Gongchilari bo'lganligi tufaylidan men bugun ma tarafga keldim. Ala oylaqi nimada ovoz yangrab qo'ydi, ovoz bak kuchli ko'p ketgachga shundan ma tarafga keldim. Meningki dadam Hamid Abdurahmon 1954-yil 5-oyning 20-kunini tug'ilgan. Elo oblastininki Sharq mahallasi tug'ilgan. Undan keyin Elo oblastlıq telegraf idorasidan dam ilishga chiqqan. Keyin qo'shimcha o'zi savdogarlik bilan shug'ullangan. Apam Sadat Pavdum bo'lsa 1956-yil 8-oyning 21-kuni G'ulji shahrininki Tashko'rik mahallasi tug'ilgan. Kuyinchilab qo'ydi. Ele Fandiyandan, ya'ni Ele mehmonxonasininki qatnash bo'limidan pensiyaga chiqqan. Meningki apam dadam 2017-yil 1-oyning 27-kuni shahar soat 9 atrofida Ilo oblastlik shu nimalar tarafidan bexatarlik tarmoqlar tarafidan tutib qochib ketilib, Bo'zdagi turmada qonunsiz so'lvilangan va tarbiyalashdi bo'lgan. Undan keyin 2019-yil yipiq holatda 2018-larda 2019-da yipiq holatda sud echib, apam dadamni kesib o'tgan. 5 yillik kesib o'tgan, keyin buni azob qopti deb yana 18 yilga o'zgartib o'tgan. Garchi bizning qo'limizda sudninki qog'ozi va yoki tamg'i besilgan hukumatninki andaq sudninki qarornomasi qo'limizda bo'lmasmi, ammo og'zaki sud bo'lsa-mu, kuchga ega bo'lib, hozirgacha apam dadam Ilo oblastininki Kunas noyistiki turmusida apam mushu nimadiki G'ulji shahrininki Bayandaydagi turmusida, diviziyaning turmusida Xitoyninki qorong'u zindonlarda jazo muddatini o'tayotdi. Meningki Xitoy hukumatiga deydiganim, meningki chet elda yashashim va yoki siyosiy panohlik tilandim yoki qanday qilishim yolg'iz men bir kishining ishi emas. Ben Xitoy hukumatiga shuni deymanki, Xitoy hukumati mening apam dadam gunohsiz. Shuningga mening apam dadamninki ishi cho'nglab ketdi. Bu qorong'u zindonlardagi bu begunoh kesimlarni apam dadam qabul qilib majburiy holatda yashasimi, lekin meningki vicdonim va men qabul qilmayman. Chunki mening apam dadam bir gunohsiz, nihoyatda jim, madaniyatli, safoliq bir insonga yomonlik qilmay tinish hayotida o'tgan bir insonlar. Meningki ota-onamninki, dadamninki gunohsizligini Shvetsiyaga men o'qishga chiqishdan burunmi o'sha Jungo hukumatininki, Xitoy hukumatininki o'sha har xil saqchi, asos qatlam deganda keladi, xatilish orqali, qo'ngjon qilish orqali Shvetsiya Beyjingdagi Shvetsiya konsullik topshirgan, hech qanday gunoh bo'lmag'achqa, shuningga men qonunlik o'qish vizasini ilib bu yerga kelgan. Shuningga men Xitoy hukumatiga deymanki, meningki ota-onam gunohsiz. Undan keyin meningki apam dadamninki kesilib ketishiga sabab bo'lsa, birinchidan Mishadan ketgan odamlar g'ulchilik, yangoyatlik, o'zbek oilasidan bo'lgan bir harom tamoqdan ketganligidan, shundaqla yana boshqalarninkimi berib, men biron tashkilotda ishlagan chog'da tashkilotga ba'zi birlarniki ko'ziga qadalgan miq bo'lganligim uchun bular meni uzundan beri chaqqan, ma'u berib tamg'ini urib shuning bilan meningki ota-onamga kelgan. Buningki dalili bo'lsa, shu 2000 qanchida 17 18 ga cho'g'an oraliqda o'qish qo'shgan vaqtida apam dadamlar chiqib turdi degan chog'da Ne'mat degan G'ulji shahrininki saqchi boshlig'i bir mo'ch materiallarni eklib oldiga tashlab, buningki balasininki mana shunday ishlari bor deb meningki ota-onamni taftishga topshirib bergan. Shuning bilan inson tekshirishchilar qarab chiqib, birinchi qatimda 5 yil kesib o'tgan, undan keyin markazdan buyruq tushib 18 yil ishlab qilib o'tgan. Shuningga men Xitoy hukumatiga shuni aytmanki, meningki ota-onamniki hech qanday gunohi yo'q, ularni tezdan qo'yib berish kerak. Ikkinchisi, undan keyin mening opam dadamni Turkiyaga borgan deb qilibdi. Mening opam dadam Turkiyaga borgan bo'lsa, Xitoy hukumati o'zi taqatgan Xitoy pasportiga
qonunli Turkiya Cumhuriyetininki mushu shirkatlik sayohat vizasini urg'izib, vizaning vaqti to'shib ketishdan burun qaytib ketgan. Shuningga Xitoy hukumatiningki dadam opamni men tezdan qo'yib berishini shaxsiy talab qilaman. Bo'lmaydi ekan, men Xitoy hukumatiningki bir kunmi aromini qo'ymayman. Men shu opam dadam chiqqicha norozilik namoyishimni boshlayman va shundaqla chet eldagi Xitoy xoinlarga, Uyg'ur tilli xoinlarga qo'limdagi bor isbot bilan bir kun aromchiq bermayman. Bularni bir tal uchurnimi o'tkazishgimi qo'limdan kelishga mushtaga oxirgi tiniqimgacha mushtaga men zarba beraman. Chunki bularningki qo'li Uyg'urlarningki qini bilan bo'ylab ketgan. Uningki yana birisi bo'lsa, meningki ota-onamningki o'sha meningki ota-onamga bo'lgan sevgimdan, hissiyotimdan foydalanib, meni qaqsoqti qildi. Meningdan qaqsoqti qildi day bo'ldi ashu. Qaqsoqti qildi, aningdiki meni josuslik qilmoqchi bo'ldi. Buningki o'zining o'g'illari, qizlarim bor. Men bu odamga shuni deymanki, sen nima uchun o'zingning qizlarini, o'g'illarini politikaga aralashtirmaysan? Sen nima uchun o'zingning qizlarini, o'g'illarini qilmaysan? Xotinlaringni rasvo qilib bo'lding hamda bulg'ab bo'lding. Ularni ishintib, mani oyoqdan ilib, mikrofonni ani oyoqqa vatanga qurg'izib, setib, hashlab, butun Uyg'urningki kimlik, kuchur hamma nimasini yo'tkab bo'lding. Bo'lmagan sening xotiningning qo'liga tushmagan intervyudagilarni boshqa yerdan xato kelib berma deb nima degan deb o'zing hammani bilasan. Men sen bilan Dunyo Uyg'ur qurultaydigilarga deb qo'yay. Men 24 soat tayyorlikda men harbiy holatda. Menga Dunyo Uyg'ur qurultayninki kuchi yetmaydi. Men yamoyadan tutdim. Bu bir. Ikkinchi, Dunyo Uyg'ur qurultayining bu xatoliklarimiz nihoyat ko'p. Bular o'zlari obdan biladi. Agar bular bilan men tutishib qolgan bo'lsam, nerdan tutishni eng qisqasi bularningki bir sarangni ishlatganligidan men shuningdilla tutaman. Men deb qo'yay, men bilan ichishdan, men sen bilan ichishim. Men undaylar bo'zak bo'ladigan titiklardan emas. Men degan opam dadamningki halol beqib, opamningki oppoq sap sutini emib cho'ng'ogan, ili diyarda cho'ng'ogan, iliningki muallimlar tarbiyalagan bir yosh, bir jangovar yigitman. Men hech qachonda hech qaysini qo'qab qolmayman. Bir tal mo'yin tavraydigan bo'lsa, Xudoning haqqida kesib tashlab berman oldinga. Shuningga men bu yerga chiqdim, puxta tayyorlik bilan chiqdim. Menga aylanqanda itlaringni, yana bizimlarni avatib, tayyorlik qilishtiring, sotqa, uningga, buningga mening adresim, hamma narsamni, ism, familiyamni Google ga bossanglar, hamma narsam chiqadi. Meningki adresimga qanday vaqtda xat kelsa, men berib ichib, o'zim bir taraf qila olaman. Meni Shvetsiyada saqchi idarasiga chaqqan chaqda men saqchi idarasiga degan manaman. Sen mening ishimga aralashma, mening ishim kriminalning ishi emas, mening ishim ham politikning ishi deb o'zim chiqqan bexatarlik idarasiga aloqaga. Mening hech qanday huquqim yo'q. Men qora pul yetkazib baxmadim, men qochoqchilik qilib baxmadim, men bajog'irlab baxmadim, men nomussizlik qilib baxmadim, xoinlik qilib baxmadim. Ammo qilganlarniki hammasining isboti bor. Shuningga qarindoshlar o'zimizningki kallasiga o'zimiz ega bo'lib, mushu vaziyatni qattiq ching tutib, Xitoy hukumatiningki mushu Uyg'urlar yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikka ota-onamizningki vaqti bikadan bikaga dafsandalatda Xitoylar turmalarida o'tib ketib bordi. Shuningga qarindoshlar qarab o'tamay, butun Yevropa ellariki, G'arb ellariki parlamentning oldini egallanglar. Irqiy qirg'inchilikka uchirgan millat to'kirib ketish kerak asli. Biz menmi kechikib chiqdim, lekin men sizlarga oldingi videolarimda dedim. Ammo kirmaganlarningki kerak yo'q. Chiqmasanglarmi mayli, chunki vatanning ichida bir Uyg'urning teshida tug'ini biz uchun afzal. Ammo kirkatganlar chiqinglar. Menmi bir şey o'zim chiqolmagan, lekin men keyin kallamni, aqlimni topdim, ammo men ozdirishlarga, adamning besimlarga uchirgandim. Hozir meni hech qanday besim, hatto o'limni qo'rqitmaydi. Men o'limni qo'rqitaman. Meni hech qanday o'lim, hech qanday qonun, hech qanday sud, adliya to'xtatmaydi. Men da qo'ygan bularga. Mushu narsamni men aniqlab chiqib, yoki menda qilmaydinsam, men yoki sening oldingda o'lib berma deb men ushliqqa. Men yomon qilib etma bu da'voga. Bo'sh qo'yib etmayman men bularni. Mening ota-onamningki 5 yillik men Xitoyni tilovatman. Chinese virus China deb tilovatman, Xi Jinping tilovatman. Shundan menga sen nima deb bularga eslab olsa degan gapni qilmanglar qarindoshlar. Men
Hammasini tilayapman. Xoyinmi dushmanim, Xitoy hukumatimi dushmanim, Xitoy demokratlarimi dushmanim, meniki hammasi dushmanim. Chunki bizniki Xitoy bilan yashash imkoniyatimiz yo'q. Bizniki Xitoy xalqi bilan yashash imkoniyatimiz yo'q. Biz chiqisholmaymiz. Shuningga biz cho'qim erkiy qirg'inchilik uchirgan millat, biz zimin mustaqillik deb chiqishimiz kerak. Men bu cho'ng temalarga faqat kirgim yo'q, ammo namoyish jarayonida deb qo'ydim. Shuningga qarindoshlar, menda yana bir qitim ota-onalar uchun chiqinglar. Balkim ba'zilar ota-onasini haramga olib rozi qilgan bo'lishi mumkin. Men oprammadim. Ba'zilar ota-onasini yaxshi beqib rozi qilgan bo'lishi mumkin. Men uydan 19 yosh vaqtimda chiqatdim, unda qilmadim. Ba'zilar ota-onasiga uy olib berib, qo'ro'jay qilib berib ko'ngillangan bo'lishi mumkin. Men ota-onamni bizningki nurg'un qarindoshlar ota-onamizni biz chiqarsak bir kunlarda ashlarning qulqiga yassimi yoki o'g'il tug'ibdimi, qiz bola bo'lsa men bir farzandimni yaxshi tarbiyalabman deb bizdan rozi bo'ldi. Shuningga qarindoshlar, hammanglar tayyorlik qilib, mana hozir shu atidan boshlab Shvetsiyada parlamentning oldida yig'ilish bo'ldi. Parlamentdagilar keladi. Fursatni ching tutib, hammamiz chiqib, ma'vo hozir besilib qolgan narsani biz bir ko'tarib chiqsak bo'ldi. Buni ko'tarib chiqishimiz qandaqdir bir matbuot yoki qandaq bir davlatning siyosati emas. Bola yig'lamasa ani sanmaydi degan gap. Biz shu Yevropadagi, Amerikadagi, Yamriyadagi parlamentniki binolarining oldiga to'kilib, var qilsa, shu xizmat vaqtiga to'g'rilab turib kakirash kerak. Oramini buzib yetish kerak. Qil meninkini, men Shvetsiyaning fuqarosi. Mening ota-onam turmada xizmat vaqtida toza naq bir nima yozayotgan kar qilsak meyadan anki Beyjingga besim tushdi. Qarindoshlar, o'shqallimizni ichib yetaylik. Biz hozir yama hal qilg'ish vaqtida turyapmiz. Shuningga hammanglarningki namoyishga chiqib, ota-onanglarga destak bo'lishinglarni, ota-onanglarni boshqa cho'ng ish qilamisanlarmi, ota-onanglarni qutqizib chiqishinglarni mushu orqali vatandagi zulm uchayotgan qarindoshlarimizning ahvollarini yana bir qitim anglitaylik. Hozir mana afg'onlarning ishi bilan bizning ishimiz sal besilib qoldi, lekin hamma ish o'zimizga bog'liq. Rahmat qarindoshlar.